O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-dekabrdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tadqiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq tashkil etilgan Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi ayni paytda quyidagi vazifalarni amaliyotga tatbiq etib kelmoqda. Shu kungacha markaz tomonidan xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi 6 ta loyiha doirasida jami 2 milliard dollar miqdoridagi mablag'lar jalb qilingan. Hozirgi kunga qadar mazkur loyihalar doirasida jami 1,3 milliard dollar mablag' o'zlashtirilgan. Quyida ushbu loyihalar va ularning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyatiga batafsil to'xtalamiz. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida 500 million dollarlik O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasi. Loyihadan maqsad qishloq xo'jaligi sohasida unumdorlikni oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va bozor iqtisodiyotiga asoslangan meva-sabzavotchilik sohasida yuqori qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, ilmiy tadqiqot muassasalarining faoliyatini tubdan isloh qilish, sohaga jahon tajribasi asosida bilim, innovatsiyalar va agroxizmatlar tizimini keng joriy etish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, lizing kompaniyalarini moliyalashtirish. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini o'z muddatida va sifatli ta'minlash. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida Farg'ona vodiysida qishloq tadbirkorligini rivojlantirish loyihasi. Loyihaning umumiy qiymati 200 million dollar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-iyuldagi qaroriga muvofiq amalga oshirilgan loyiha Farg'ona vodiysida qishloq xo'jaligi korxonalari salmog'ini kengaytirish va hududlarda yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi ishtirokida qishloq xo'jaligini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish loyihasi. Loyihaning umumiy qiymati 92,4 million dollar. Faoliyat hududi vodiy viloyatlari bo'lib, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish bo'yicha kredit liniyasi doirasida 10 yil muddatga 10 ming dollardan 500 ming dollargacha, yoshlar uchun 5 ming dollardan 50 ming dollargacha. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi kafillik uchun 30 ming dollargacha mablag' beriladi. Germaniya taraqqiyot banki ishtirokida kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash loyihasi 2021-yilning 12-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Germaniya taraqqiyot banki o'rtasida tuzilgan kelishuvga ko'ra kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash yuzasidan 26 million 800 ming yevro qiymatida qarz shartnomasi tuzilgan. Mazkur kredit mablag'lari iqtisodiyotning barcha yo'nalishlariga, jumladan meva-sabzavotchilik, chorvachilik, qishloq tadbirkorligi, bog'dorchilik, oziq-ovqatni qayta ishlash va boshqa yo'nalishlarga ajratiladi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi ishtirokida meva-sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjiri yaratishni rivojlantirish loyihasi. Loyihaning umumiy qiymati 213,2 million dollarni tashkil etadi. Loyiha maqsadi meva-sabzavotchilik tarmog'ini jadal hamda qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni takomillashtirishga qaratilgan. Faoliyat respublikaning barcha hududini qamrab olishi belgilangan. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi ishtirokidagi mazkur loyihaning ikkinchi bosqichi 200 million dollar umumiy qiymatga ega. Mablag'lar Markaziy bankning 13,5% qayta moliyalash stavkasi bilan qishloq xo'jaligining qator yo'nalishlarini rivojlantirish uchun beriladi. Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi meva-sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjiri infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi. Bugungi kunda loyihaning umumiy qiymati 147 million dollarni tashkil etadi. Mazkur loyiha meva-sabzavotlarni qayta ishlash, saralash, qadoqlash va saqlash, mavsumdan qat'iy nazar iste'molchilarga yetkazib berish kabi muhim maqsadlarga xizmat qiladi. Shuningdek, tender orqali agrologistik markazlar
qurishni moliyalashtirishda ham mazkur loyiha imkoniyatlaridan foydalanish mumkin. Xulosa o'rnida markaz tomonidan olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida mamlakatimiz hududlari bo'ylab 2019-2024 yillar mobaynida qariyb 43700 ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, o'tgan mana shu davr mobaynida moliyalashtirilgan sub loyihalar soni 4687 tani tashkil etdi. Ushbu mablag'lar tashabbuskorlarga O'zbekistondagi 14 ta banklar orqali kredit va grantlar ko'rinishida imtiyozli shartlar asosida yetkazib berildi. Demak, gap qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, sohani yanada zamonaviylashtirish, tarmoqlarga yuqori texnologik liniyalarni olib kirish, eng muhimi hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish va oziq-ovqat xavfsizligi haqida ketar ekan. Bu borada hali oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi tomonidan hayotga tatbiq etiladigan istiqbolli loyihalar davomli.